Kilosi 150 ming, 160 mingdan sotiladigan burama bo'g'irsoqlarni uyda tayyorlab ko'ramiz. Bismillah deb iliq suvga o'simlik yog'i hamda eritilgan mol yog'i solamiz. Shakar, pariman dro'jjalaridan solamiz. Tuz solamiz. Un solib, men o'zim yaxshi ko'radigan tanho unlaridan foydalandim. Yumshoqroq xamir qorib olamiz. Xamirimizni biroz tindirib olgach, yupqa qilib yoyib olamiz. Yupqa yoyilgan bo'g'irsoqlarimizni orasiga omiqda yog' suramiz. Eritilgan mol yog'i, o'simlik yog'i hamda margarin surib olgandan so'ng tortib yaxshilab o'rab olamiz. O'qlovga o'raganimizdan so'ng o'rtasidan kesib olamiz. So'ng kassoy qilib lenta shaklida kesib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek burab tugib olamiz. Qozonga yog' solib, oldindan qizdirib qo'yamiz. Past olovga solib, sekin-asta pishirib olamiz. Gaz baland bo'lib, yog'iylar qizib ketsa, bo'g'irsoqlar qizarib, ichi pishmay qolishi mumkin. Yog'dan tepaga ko'tarilib, shunaqa video ko'rinishida pishirib olamiz. Xohlagan qiyomiylarni quyib olasiz hamda aralashtirib, yopishtirib chiqasiz. Bu retseptni qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar.